Bo'ldi mikrofon Mesaj o'tdimi? ishlayapti, o'chib qoldi o'zidan-o'zi. Chiqibdi. Hammaga yana bir bor salom do'stlar. Men sizlar bilan Muhammadqa Asimra kanali. Mikrofonim kanaliga bir bor. Yetti bo'ldi damiz. Mana berdi. Ha bitta bor. Bitta ikki. Tuvaletda yo'qmi? Ha bitta ham bor ekan. Yo'q, bitta yo'q ekan. Mana tualetda yo'q, tualetda nima qiladi? Turdi keladi. Bundan bor. Yot. Qoch. Oy keldi. Ay bana tutuladi hozir. Yo'q, bo'ldi. Voy bile 11 ta oldu. Ben burada birisi var. Şkaf çizişim. Yana qatta birinchi tajda bo'lsa kerak emas. Qal uka bile. Birinchi tas tush. Oy, ichi doch. Gittim ben. Uxladi, davay ketdi. 11 ta bor. Uxladi. Ana yerda bor, televizor yonida bor. Ol. Yüzünü yana dıkılıp yaptı. Ha, shuni olish kerak. O'zi atani televizor yonida qo'yib qo'yadi-da. Yo, o'zi yanında ko'tirdi. Ha, tushundim. Ha. Turdi. Men qo'lyapti. Voy bile. Abi yo'q. Zaynob o'lib qo'ydi. O'zi qanaqa turib ketdi? Voy bile, men pitsam turibdan edi. Uka yur. Valla. Ko'rmadingmi bu yerda? Bo'ldi mikrofonni qo'shmayman. Ana bu olyapti birinchi tajdagilarni. Ha, bolam tutamasa bo'ldi hozir. Yur. Yo, ulgura. Ha, men yotishim qaranglar. Turibdi bu bola. Ay, kechlarga chiq. Izdo'ysa qilmoqchiman uni. Ye. Ana. Voy bile. Izdo'ysa qilyapti. Ana. Voy. Tutolmadi. Voy bile. Yotishni aylaman. Lekin zo'r o'yin Qilyapti, ekan. ana. Qarorchi. Tutamasa bo'lsa ekan. bo'ladi. Anadan kelyapti. Ko'rdi, turgan joyni qaranglar, valla. Ushalmayapti. Ko'ryapti-da, ushalmayapti mana, ushalmayapti. Ana qulab ketdi narigini. Tutoladi hozir. Voy, tutoldi. Voy, qandoq? Davay, ukam senga ishonamiz. Pizza aşı dostum, ben pizzamı değil mi? Mikrofonni. Bu YouTube ovozi işte bakın. Ha, qo'y. Mazaq ko'ringlar. Stolni ustida batukda suvam bor. Tushpasga dalbo'yib. Yot olishni qara. Voy bile, hali turmagan-ku. Tushpasga bile 2 soatdan keyin qo'nadi hali. Voy bile, yoni qotib qoldimi? Yo, hali yo'q. Qani? Hali uyg'onmaydi. Hali uyg'onmaydi. Ol bachokdagi suvni ol uyg'onib qolar. Mazza qo'shadi. Tutoladi. Ana qo'lyapti. Eshik op. Yotol. Yaxshi, iflading ekan, malasiz. Zo'r. Nechta qoldi? Bitta qoldi. Bo'ldi, pastda bor birinchi tajda. Tiqilib yotibdi. Mazza qo'shirmas yana. İzleyicisi qilyapti mana. Tuz mazza qo'shiradi. Chiqdi, chiq. Nima qilyapti bu? Mashina qo'yib. Gap. Minecraft olaman. Bo'ldi, bu uxladi da. Birinchi tajda. Chapingda. Darbo'ya bitta yo'q. Darbo'ya bitta yo'q deyman. Mana bu yerda, ana to'ringda. Uchida ham bo'lishi kerak. Mana bitta, ol. 9'da 8'da sotdim. Qoch turdi. Qoch. Voy, turma, davay. O'ltesa, yetdik. Voy, bo'ldi. Valla. Bu men bu emas, bu o'zining haqqi mana. Mana videolar shunaqa. Reklama qilayotganim yo'q, hech kim. Tak bosmagan hech kim bordi. Bosgan bitta odam bosibdi. Telam bosib qo'ylar, shu aqlli odamga o'xshab. Lekin shuncha harakat qilaman. O'sha 6 bitta 13 4ta. Hech narsa olmadim.
kim yozmagan. Minecraft FPS qayerda deganman chiqadi. Vada o'g'il bolam. O'yin. Qo'y. Savollarga javob degan video. Dem yo'q. Короче, o'zim yozilbatman, sen yaxshi yozilbat. Bu videoni ko'ramiz. Roblox biza bugungi videoda bambuklardan judayam zo'r zavod quramiz bolalar. Bugungi zavodimiz juda chiroyli va bomba bo'ladi. Qarashga menda $10 pulim bor, $5 ga men bambuklar spamber degan joyni sotib oldim. Mana bu yerda men bambuklarim o'sadi. Bu sun'iy ferma uy. Hasan Los men o'yinga qo'shildi bolalar. Soat nechaligini ko'rsataymi sizlarga. Soatimiz bizda soat ertalabki 4 bo'ldi. Ko'rsataymi mana. Soat ertalabki 4 bo'ldi bolalar. Lekin bizda Hasan Los o'ynayapti. Qancha o'yinimiz davom ettiramiz. Mana bu yerda bambuklar tayyor bo'ladi. Bu bambuklarni olamiz va mana bu yerga kelar ekanmiz. Bambuklarni mana shu yerga qo'yamiz. Bu yerda bambuklar zavodda o'tadi, mana. Bambuk zavodda o'tadi. Keyin bu yerda sotuvga keladi. Mana bu yerda bambuklarni sotib oladigan bizning kliplarimiz bor mana. O'zbekiston bayrog'ini qo'yib qo'yganmiz. Mana shoh mana. Kerakchi bola mana kelishadi. Keyin mana bu yerda pullarni yig'ib sotib qilardi. Aytdiki yana sotib olamiz. Bambuklarni, yangi bambuklarni sotib olganimiz sari bizga juda ham ko'p bambukda spam bo'laveradi. Bundan bambuklarni olamiz, bambuklarni to'ldiramiz. Bambuklar ketdi va sotuvga chiqdi mana. Sotuvga sotiladi va bizga pul keladi. Bizda shunday $6-7 pul bor. Tez normalni $9 pulni $9 ga yana bittadan ola olamiz. Endi $10 ga keyingisini ola olamiz. Atak bizda merjini ko'rsak nima qiladi? Assalomu alaykum. Salomlashamiz bolalar. Alaykum salom. Uxlaysizmi? Uxlang. Hali uxlamadingizmi? So'raymiz bolalar. Hali uxlamabdimki yoki uxlab turibdimki? Qani stiklarni olamiz bolalar. Bambukchalarni oldik, bambukchalarni yerga tiqamiz. 29 ta bambukchani tiqdik. Endi bunda sotiladi. Har bittasi $1 dan bo'lsa, tezroq buni sotish mumkin yo'qmi? Klientlarni kelishini qaranglar. Klientlarni qo'lini klientlar kelishi juda zo'r ekan, lekin tez kelgan klientlar yaxshi $10 $4 yo'q $50 qilsak, qaranglar mana bu yerda hozir $50 degan ochamiz. 5 ta bambuk ketmagan joyda paydo bo'ladi. Yo'q, 2 ta bambukim qani mana? Narsani qarangchi. Super nima ayting? Ko'ramiz bolalar. Nima deydi bo'lsa? Sizda qancha bambuk bor? 35 ta bor ekan. Bizga 50 ta bambuk kerak. 50 ta bambukimiz ham bo'ldi. Bambuklarni tiqamiz, sotuvga qo'yamiz. $31 pulimiz bor hozir. $50 bo'lishi bilan biz bambuk zavodini kuchaytiramiz. Nima ayting opamga berkasang? Hop, nima opasiga bersachi bo'lmaydi. Короче, menga juda tachiylar. Mana Roblox'im bo'lmasa, ko'p bor. O'rtoqlarim bor. Bir xilla ko'rganda tashlamagan joyga. Shortsdan ko'p chiqyapti. Shorts qo'yish. Menga shorts qo'yish hali beri qaragan. Shunga. Affonda. Mana ko'raman. Oynaganman bu oyunu.
Videoni shu joyda to'xtatishga majburman. 12 minut bo'ldi. Hammaga xayr. Jabi muha asamri Roblox asamri kanali bo'ldi. Kim menga durri tashlamoqchi bo'lsa ko'rsatib o'taman. Durri tashlamoqchi bo'lsa mana muha 1 2 3 4 6 7 8 shunga tashlashlar, короче.